Mening ismim Ilnur, familiyam Xoliqulova. Yoshim 22da. Men Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilib o'sganman. Tasavvur qiling, mana siz shuncha yillardan beri duduqlanib kelyapsiz, sizni shuncha iqtidoringiz, talentingiz, bilim qobiliyatlaringiz, aqliy salohiyatingiz juda ham yuqori. Lekin shundan bitta duduqlanish sizni mana shunday qilib bo'g'ib turibdimi og'zingizdan? Endi u duduqlanishga bo'lgan nafratingizni mana bu toshga jamlaysiz. Qaysi holatlarda siz duduqlanib qolasiz? Qanaqangi nohaqliklar uchraydi sizda? O'sha holatlarni eslang, kino lentasiga o'xshatib ko'zingiz oldidan o'tkazing bitta hammasini. Va mana shu toshga hamma alam, jahl, g'azab, nimaiki bo'lsa, hamma negativ hissiyotlaringizni qo'shing va uni ko'tarib, bu og'ir toshligini his qildirib, yuqoriga ko'tarasizlar, chuqur nafas olib, hoppa! deb uni uzoqqa oting. Bu tosh sizga mana shu maqsad qo'ygan maqsadlaringizga to'siq bo'lib turgan, devor bo'lib turgan duduqlanishingizni yorib o'tib ketishga sizga yordam berish kerak. Tushunarlimi?